Koreyada qaynatilgan shirin kartoshkani kimchi bilan yeyishadi. Men ilk qat bo'lganimda kimchi bilan shirin kartoshka yeb o'tirganimda qaynonam aytganlar, "Sen kartoshka bilan, shirin kartoshka bilan kimchi yeyishni qaydan o'rganding?" deyishgan. Просто yegim keldi desam, bizda o'zi shunaqa yeyiladi deydilar. Atak men bilmagandim shunaqa yeyilishini. Просто yegim kelganidan yegandim. Keyin aytdilar, baribir karisda qorni aralashib ketibdi, sen yurib qol. Qorni? Qoni. Qoni aralashib ketibdi deyishdi. Tak. Qaynatilgan shirin kartoshka va kimchi. Shuni qilib yesanglar zo'r ketadi. Oshir zo'r ketadi. Kimchi bilan shirin kartoshka. Ba'zi karishlar buni po'stlog'i bilan yeydi. Lekin men yeyolmayman po'stlog'i bilan. O'zini yeganga qaraganda kimchi bilan yesa va shishi zo'r ketadi. Sizlar ham shirin kartoshkani batat deydimi, nima deydi? Bizlar shirin kartoshkani qaynatib kimchi, tuzlama karam bilan birga yeb ko'ringlar. Va shishi cho'tki.